ummon so'zini o'zi juda ham chiroyli va jarangdor. Ma'nosi ham juda kuchli, cheksizlik ma'nosini anglatadi. Shu muxlislarimizni va ijodimizni cheksiz bo'lsin degan niyatda ummon degan nomni tanlaganmiz. Ijoddan tashqari yigitlar yana nimalar bilan shug'ullanishadi? Ijoddan tashqari men o'qiyman. Bu Shohrux. Ijoddan tashqarimi? Ijod bilan shug'ullanamiz. Undan tashqari ham hozirda ham faqat ijod. Tushunarli. Eshitishimizga qaraganda Shohrux va Jasur o'zlari paynet ochishgan ekan. Yo'q, meni paynetim yo'q, lekin Jasur. Men endi u paynet emas, to'g'risi ishlaganman Yusel ofisida. U ofis o'zimizga tegishli. Shu prodyuserimizning ochgan joylari. Buni o'sha upravlять qilardi bu. Boshqarish. Zohid o'zbek emas ekan, to'g'rimi? O'zbek, aralash turk bor-da, prosta qonunda. Samarqandda yashaganingizcha? Samarqandga ham yashamaganman. Bu bo'lmasa mishmish. Aytishlaricha umuman qo'shiqlarga Zohidning onasi she'rlar yozar ekan. Bu qanchalik rost? Yo'q, bu bo'lmagan gap. Men o'zim yozaman. Hamma so'zlarini Zohid o'zi yozadi. Jasur nalani sevish to'g'rimi? Bo'lmagan. Sizlar ko'proq men to'g'risi bu gapni endi eshitishim. Bu endi biz uchun yengil. Yengillik bo'ldi. Bu juda va juda ham noto'g'ri gap, mishmish. Ketmoqchimiz. Lalami? Nala. Aha. Bu bizani yaxshi ko'radigan muxlisimiz ekan. Bizani muxlisimiz, lekin hozirgi gapingiz mishmish. Endi eshitish aytgan Nala, u boshqa u qiz kattaroq. Nalachilar o'zinglarni bosinglar. Yigitlarning sevimli mashg'uloti, hobbisi umuman guruhning. Zohid, Shohrux, Jasur aka. Zohid nima sanga? Hobbisi faqat bastakorlik, qo'shiq, to'g'rimi? Faqat shu, shu. Musiqa yaratish. Hobbiyim rasm ham tuzib turaman, lekin rasm ham zo'r chizadi, lekin hobbiyim men asosan bo'sh qolsam, ili mashinamni esataman, ili internetda o'tiraman. Mana Zohidga siz aytingizki, faqat bastakorlik, qo'shiq aytish. Va san'atkorlarga nima uchun san'atni tanladingiz desam, hamma qo'ldan kelgan ishni qilsin deyishdi. Men tushundimki, ularning qo'llaridan qo'shiq aytishdan boshqa ish balo kelmaydi. Sizda ham shundaymi? Yo'q, nimaga? Misol uchun qo'shiqni ham tagida ko'p narsa, ko'p mehnat o'tadi. Bilas, videoniyasi bor, aranjirovkani o'zi qilish bor. Hammasi qo'limdan keladi. Undan tashqari ham ishlar qo'limdan keladi, lekin bitta narsaga e'tibor bersa, o'sha narsa ko'karadi. Faqat shu sababga mehr qo'yish. Bitta kasbga mehr qo'yish kerak. Har xil kasb qo'ysa hech qaysi ko'karmaydi. Qo'shiq aytish kerak, demoqchisizki, sifatli demoqchisiz. Qo'shiqlaringizni aytaylik 90% kompyuterda to'g'riladi. Hozir Zohid qo'shig'i mana shu joyda gapingizni bo'laman, minbar uzr. Zohid faqat qo'shiq ijro qilmaydi. She'r yozadi, bastakorlik, musiqa yaratadi, aranjirovka qiladi, ovoz yozadi. Hammasi qo'lidan keladi. Yana bitta narsa, hozir hammasi kompyuterda qilingan deyapsiz, lekin hamma kim bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi kompyuterda qilinadi. Hammasi kompyuterda to'g'rilanadi. Bu qaysi artist bo'lishidan qat'iy nazar. Mana ijodga kirib kelganingizda juda ham tez va ko'pchilikka tanildingiz. Buni tan olish kerak. Albatta, Ummon singari tanilganingizdan keyin dushmanlar ham bo'ldi. Uni juda ko'p. Mevali daraxtga tosh otiladi. Masalan, bitta odam hech kimga keragi bo'lmasa, hech kim uni gapirmaydi-da, masalan. Kimgadir yoqamiz, kimgadir kulmaymiz. Sizni yomonlab qo'shiq aytadi, haqoratli so'zlarni ishlatadi. Siz esa bundan xursand ekansiz. Sababi ular qiynalib, siz haqingizda qo'shiq kuylashyapti. Ular o'zi bilmayapti-ki, işte bizani yanada anti-reklama qilyapti bizani. Biz bundan juda ham xursandmiz. Yashirib yonimga yaqinni yo'lama, to'plama, o'ylama, ko'zlaring, lablaring kerakmas, qiynalib ko'nglimni ko'tarma, ketaqa ko'zimga ko'rinma, lablaring yashirib yonimga yaqinni yo'lama, to'plama, o'ylama, ko'zlaring, lablaring kerakmas, qiynalib ko'nglimni ko'tarma, ketaqa ko'zimga ko'rinma. Yo'qol ko'zlarimga ko'rinma, yo'qol ortimda yurma, yo'qol ko'zlarimga ko'rinma, Best Music Us. Ko'chalarda mana tarqalib ketgan siz haqingizdagi videolar haqiqatan ham shunday o'rtada muammolar bo'lgan. Yo'q, bo'lmagan narsa. Просто video mishmish. Hammaga qiziq, siz nima uchun klip bermaysiz? Yoki moddiy tomondan? Yo'q. Bu klip, bilasizmi? Kim hammani o'zini yo'nalishi.
Aha. Bizda klip bo'lsa, bo'lmasa, misol uchun muxlislarimiz bor. Bu Xudoga ekranga shukr. Xudoga shukr. Ekranga chiqib borib qimillab turgandan ko'ra, undan ko'ra ashulasini evlab olish kerak odam. Uni o'shandan keyin klip qilinadi. Demak, Uni vaqti klip qilish bo'ladi. niyatingiz bor. Bor. Buni qilamiz deb bugun ham ertaga ham qoldiramiz. O'zini vaqti bo'ladi. Aha. Biz shunaqa deb bilamiz. Endi bu to'g'riroq yo'nalishimizga Yo'nalish. yaqinroq klipsiz ijod qilish. Xudo xolisa bo'ladi, lekin albatta klip- chunki muxlislarimizning talabi bor. Zohid zotli itlarni boqishni qiziqishi to'g'rimi? Boqishga To'g'ri. qiziqishi. To'g'ri. To'g'ri. Qanday itlaringiz bor? Rottweiler. Bitta donami. Hozir bitta. Ko'payishadi. Tug'adi. Qaysi viloyatlarda konsert bergansiz? Bekobod. Aytaveraymi? Birinchi gastrol safarimizda birinchi bo'lib Bekobod shahriga bo'lgan, undan keyin Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon, Qashqadaryo, Sirdaryo. Yo'q, menimcha Sirdaryo. barcha viloyatlarda, regionlarda konsert bergan. Qolisi 2011-yil hamma joyda berib kelish niyatimiz bor. Tashqari Toshkent, Albatta, faqat menimcha O'zbekistonda. vaqt bo'lsa kerakda, sababi boshqa san'atkorlar siz kabi viloyatlarda konsert bera olmaydi. Sababi ularda boshqa ishlar bor. Masalan, klip olishlari mumkin. Sizlarda esa bu ish yo'q. Shu sababdan bo'lsa kerak. yo'q, Talab endi bo'lgandan keyin O'tdan chaqiriladi. talab bo'lgandan keyin borishga borishingiz kerak, chunki siz faqat ijod qilishingiz kerak emas, o'z muxlislaringizni ko'nglini ko'tarishingiz ham kerak. Faqat ijod bilan Muxlislar cheklanib bilan qolish hamnafas kerak. bo'lish lozim. Albatta. Tushunarli. Ular ham xursand, biz ham xursand bo'lamiz. Ular xursand bo'lib bizani yanada qo'llab-quvvatlaydi. Biz ularni o'z muxlislarimizni ko'rib yanada ijodga sho'ng'iymiz. Hammasi bir-biriga bog'liq. Mana eshitishimizga qaraganda rasmlarda bir sariq sochli qiz bilan ko'p rasmga tushgansiz. Shundaymi? U sizlarning guruhingizga qanday aloqador tomoni? Sizni qizingizmi Zohid aka? Yo'q, bo'lmagan gap. U shunaqa qilingan edi. vokalist. Vokalistka qiz edi. U vokalistka qiz edi. U ham san'atga qiziqaman. Mana mashg'ul etdim kelyapti. San'atkor bo'lgim kelyapti degani uchun ham ozgina Gruppaga yordam. aloqasi yo'q. Gruppaga aloqasi yo'q. Uni ozgina qiz Loyiha sifatida olmoqchi bo'lganmiz, lekin u o'zini oqlamagan. Loyihaga kiradi. Ochig'i Tushunarli. Mana Shohrux, siz maktab o'quvchilarining orasida juda ham sevimli yigitlari bo'lsangiz kerak. nafaqat Shunday maktab eshitdim. o'quvchilar. Juda ham sizni nima bo'ladi? Sevuvchilar, fanatlaringiz ko'p ekan. Bularni siz vaqt kelganda mensimasi ham ekansiz. Best Music Uz. Ko'pchilik shunaqa deydi, lekin har bitta muxlisimizni har bittaligini o'zligini o'rniligi bor. Unaqa u mish-mish bo'lsa kerak menimcha. Endi hozirgi gapingizga kelib taqaladigan bo'lsak, bo'lishi mumkin albatta. Kimdir ish bilan mashg'ul bo'ladi, kimdir ijod bilan. Ana o'shanaqa paytga to'g'ri kelib qolishi mumkin. telefon Qo'ng'iroq qilib qilgan qolishligi edi. mumkin. O'sha payt aytasiz, hozir bandman, studiyada Bu esa bo'lishingiz buni mumkin. esa muxlislar Bu noto'g'ri esa tushunadi. noto'g'ri tushuniladi. Bir Mani jargon mensimadi. so'zlar bor, o'zini olyapti. Narxini Narxini oshiryapti. Shu narsani tushunib yetishmaydi. Iltimos qilardik, shunaqa paytda duch kelib qolishsa, Keyin To'g'ri masalan bitta tushunishlik. nomer tutasizmi? Bitta nomerni almashtirganingizdan keyin uni qanaqadir odamlar tutadi keyinchalik. Unga masalan muxlislar qilib qolsa, u odam qo'pol gapirishi mumkin, endi o'ylashi mumkin, u Shohrux deb. Deb Jasur ili Zohid deb masalan. Saytimiz muxlislari, ya'ni Poytaxt radiosi muxlislari jonli ijroda juda ham yaxshi ko'rishadi ijro etishni. Bizga ham aytib berishsa deyishgan ekan. Jonli ijrodam. muxlislarimga salom, yo'qolmasin bu orom, dushmanlarimga alam, mandayinga qo'shig'im, xohlasang bo'lgin manday, lek sindir olmaysan-day, yo'qsa yo'qmasa hamday, ummon baribir ummonday. Yangi qo'shig'im manne, sho'xateli vodqali, yo'qsa yo'qmasa hamde, ummon baribir ummonde. Salom Toshkent, salom yaxshilar, salom bizani oddiy guruhga havas bilan qaraganlar, hasad bilan qaraganlarga endi bo'ladi yomon, chunki toki bizda bormiz kuylayveradi ummon, yashayveradi ummon. Bugun masala uchun, sizlar esa men uchun, bugun biza oila, aloqalar doira, kechamiz beqoida, kayfiyatli joyda.
bizga kelgan maktublarning birida Zohidni qizi tashlab ketgan ekan. Shuning uchun Sokin tun qo'shig'i kuylangan. Yo'q, bu haqiqat. Yo'q, bo'lmagan gap bu. Nega? Umuman aloqasi